$30.500 ga Novostroykadan 3 xonali kvartira mana shunaqangi tayyor remontlari bilan nima dedingiz? Bitta bosib yuborasizmi deyman shu kvartirani. Elobod City 7-domni 16-qavatda joylashgan. E'tibor berib qo'yasiz, lift mavjud bo'lgan mana shu kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Narxi menimcha zo'r, sababi eski tipdagi 3 xonali ham bundan qimmat bo'lib turgan vaziyatda. Demak, uyimizni birma-bir sizga obzor qilib beraman. Eshikdan kirganingizda konditsioner o'rnatib qo'yilgan, adashmasam 18 talik. Mana bu yerda umumiy sanuzilimiz joylashtirishdi, chiroyli remontlari bilan esa mana bu esa uyimizni kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi. Gaz mavjud, batareya registrlari yordamida istaladi aqlli gaz kotlovlar o'rnatilgan. Mana shunaqangi katta chiroyli koridorimiz orqali endi keyingi xonalarga o'tamiz. Bu yerda oshxonamizni joylashtirib ketishibdi. Oshxonamizda gaz plitasi, bu tomonda xolodilnik deysizmi yo kir moshina, hamma narsasi o'z o'rnida qoladi. Tayyor kirib yashaysiz. Ikkinchi xonamiz esa uyimizning mehmonxonasi hisoblanadi. Parda gilamlargacha hammasi tayyor bo'ladi. Uchinchi xonamiz aynan bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga mo'ljal qilingan ekan, lekin planirovka agar sizga yoqmagan bo'lsa, o'zingizga mo'ljallab turib xonani qaysidir yotoqxona, qaysidir mehmonxona qilib o'zingizga moslab jihoz o'rnatib olaverasiz. Kvartiramizning narxi atiga $30.500, barakasi yozib o'tib berishadi. Pastdagi telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqib mana shu qulay narxdagi kvartira sotib olishingiz mumkin.